Demak, SK imtihoni bo'yicha testlar tahlili. Bu yerda birinchi turdagi shartimiz muosetihan yaginji korigi. Ya'ni nima haqida suhbatligini topish kerak. Jami 13 ta savol bo'ladi. Haqiqiy imtihonda biz namunaviy ikkita testni ko'rib chiqamiz. 2 dona. Demak, sharti quyidagicha ekan. Taymil titko muosetihan yaginji ko'rishibdi. Quyidagini eshitib, nima haqida suhbatligini toping. Ya'ni dialogni, suhbatni eshitasiz. U suhbat nima haqida? Demak, birinchisi namja do'st sifatida aytyaptiki, ya'ni erkak kishi aytyaptiki, chonin pusaneso vassoyo. Men Pusandan kelganman. Shunda ayol aytyaptiki, kireyo pusaneso olma tongan sarasoyo. Shundaymi? Busanda qancha vaqt davomida yashagansiz? Shunda erkak javob beryapti. Pusaneso te onaso koding hakkyo te kaji sarasoyo. Ya'ni Busanda tug'ilib, yuqori maktab paytimgacha yashaganman. Hop, na yosh, kohyang ona yurt, chuso manzil, kajok oila. Va e'tibor bersangiz, kalit so'zlar mana te onada tug'ilmoq. Bu narsa kohyang ona yurt degan javobga kalit bo'ladi. Demak, bizda to'g'ri javob 2 bo'lar ekan. Ona yurt. Endi keyingi testimizga e'tibor qilamiz. Bu yerda ikkinchi test. Sharti o'sha taymil titko. Quyidagini eshitib, muosetihan yaginji ko'rishibdi. Nima haqida suhbatligini toping. Bu yerda erkak to'liq ma'lumot beryapti. Chvegen chongyondiri honja changobul hanin sarega manajigo inindeyo. Ya'ni chongyon degani yoshlar ma'nosida keladi. Changobul hadi biznes qilmoq, sare degani misol yoki holat deb tarjima qilinadi. Ya'ni shu kunlarda yaqinda yoshlar yolg'iz biznes qilayotgan holatlar ko'payib bormoqda. Manajida degani ko'paymoq, oshmoq. Kehvek opshi changobul hettaga shilpehanin kyongudo manki temne choljohan chunbiga piryo hamnida. Kehvek opshi degani rejasiz, reja tuzmasdan biznes qilib muvaffaqiyatsizlikka uchrayotgan holatlar ham ko'pligi sababli choljohan chunbi degani puxta, mukammal tayyorgarlik kerak. Demak, choljohan degani puxta, mukammal deb tarjima qildik. Monjo shijang chosa va chabyol havatven chepum kebarin pilsu jogimnida. Ya'ni avvalo bozorni tekshirish va chabyol hava tveda degani tarjimasi boshqalardan ajralib turadigan yoki o'ziga xos bo'lgan, boshqalardan ajralib turadigan mahsulot rivojlantirish, ya'ni mahsulotni yaxshilash zarurdir. Avvalo bozorni tekshirishingiz kerak va boshqalardan ajralib turadigan mahsulotni yaxshilash, rivojlantirish strategiyasi kerak sizga. Pilsujok degani zarur, majburiy ma'nosida keladi. Tohan Shisol tuje ingonbi tinge piyongdo koryoheya hamnida. Tohan degani va shuningdek shisol tuja degani shisol asbob uskuna, tuja degani o'shalarga investitsiya. Asbob uskunalarga, ya'ni jihozlarga investitsiya. Ingonbi degani ishchilar haqi. Sizda ishlaydigan ishchilarning ish haqi va shu kabi xarajatlarni ham koryohada degani e'tiborga olishingiz kerak. Changop chogenin sengakpoda mechuri oriji anil sudo isoso chungbunan saop chagimil havakbohanin goshi chungyo hamnida. Ya'ni changop degani biznes, chogi degani boshlang'ich davr, boshlanishi. Ya'ni biznesning boshlang'ich davrida o'ylaganingizga qaraganda mechul degani sotuv yoki savdo, orida degani ko'tarilmoq. Oriji anil sudo isoso savdo ko'tarilmasligi mumkinligi sababli chungbunan saop chagimil, ya'ni yetarlicha biznes mablag'ni, chagim degani bu yerda mablag' ya'ni pul ma'nosida keladi. Yetarlicha biznes mablag'ni vakbohanin go'shi, ya'ni vakbohada degani bu yerda tarjimasi ta'minlash, qo'lga kiritish ma'nosida keladi. Ya'ni o'sha biznes pulni qo'lga kiritish muhim. Ya'ni o'zingizda shu pul bor bo'lishi kerak. Tohan changobil hagichone, changob hagichone hyonjang kyonghomil chungbuni sanin goto piryuhajio. Ya'ni va
biznes qilishdan oldin, gichone degani ishdan oldin. Hyonjang Kyonghom degani, Hyonjang degani o'sha voqea joyi deb tarjima qilinadi. Bu yerda ikkitasi bir bo'lib, amaliy tajriba. Ya'ni shu joyda biznes qilish tajribasi. Amaliy tajribani yetarlicha, chung buni yetarlicha saxta degani yig'moq, to'plamoq. Yig'ish ham kerak. Demak, shu tarjima bo'ladi. Endi bu nima haqida gapirdi desa mana. Irin Changobe Songongil Vihan Chollyak. Chonryak emas, Chollyak. Ya'ni bir kishilik biznesning muvaffaqiyati uchun strategiya Toktikhan Chepumil Kebalhanin Pangbob. O'ziga xos mahsulotni rivojlantirish usuli, yaxshilash usuli. Changobe Shilpihan Saramdiri Kickbox Sare. Ya'ni biznesda muvaffaqiyatsizlikka uchragan odamlarning yengib o'tish misollari, namunalari. Kickbox degani yengib o'tish. Sari misol, namuna. Chongnyon Chiyob Havalsong Havaril Vihan Chongchek Kebal. Ya'ni Chongnyon degani yoshlarning, Chiyob degani ishga kirishini, Havalsong Hava degani faollashtirish, rivojlantirish. Ishga kirishni faollashtirish uchun, rivojlantirish uchun siyosiy nima desa bo'ladi? Dastur. Ya'ni Chongchak degani siyosat, Kebal degani yaxshilash, rivojlantirish ma'nosida keladi. Ya'ni shuni faollashtirish uchun siyosiy yaxshilash. Demak, bu yerda bizda to'g'ri javob faqat bir bo'ladi. Ya'ni bir kishilik, ya'ni yolg'iz biznes haqida gapiryapman. Yolg'iz biznes qilayotgan misollar ko'payib bormoqda deb strategiyalarni tushuntiryapti. Ya'ni jihozlarga investitsiya, ishchilarning haqqi, xarajatlarini e'tiborga olish kerak va biznes boshida yaxshi bo'lmasligi sababli yetarlicha pul mablag'ni qo'lga kiritish kerak deb ma'lumot beryapti. Shunda biz birni belgilaymiz. To'g'ri javob 1. Bu quyidagicha, ya'ni muosetehan iaginji korigi savol turi bo'yicha ikkita namunaviy test edi. Bulardan jami 13 ta tushadi. Demak, tahlilni yaxshi tushundingizga umid qilaman. Salomat bo'ling.